Agar siz yerni qazishni hech qachon to'xtatmasangiz nima bo'lardi? Birinchi kun siz hovlingizda $20 belkurak bilan va umuman rejasiz qazishni boshlaysiz. 5 metr pastda tuproq va chuvalchanglar. Zerikarli. 20 metrda eski tangalar va sopol buyumlarga duch kelasiz. Ma'lum bo'lishicha, uyingiz mustamlaka davridagi chiqindi joy ustida qurilgan ekan. Siz artefaktlarni sotib, mustahkam po'lat belkurak olasiz. 100 metrda yer osti suvlari otilib chiqib, hammasini suv bosadi. Taslim bo'lish o'rniga siz nasoslar, beton qoplama va shamollatish tizimi o'rnatasiz. Endi hovlingizda investorlar paydo bo'ladi. 300 metrda toliq dinozavr skeletini topasiz. Muzeylar uni sotib olish uchun kurashadi. Siz unga nom qo'yish huquqini sotasiz. Yangi sanoat uskunalari ochildi. 1000 metrda siz litiy topasiz. Texnologiya kompaniyalari sizga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qiladi. Siz bulgulash minorasi qurasiz. Qo'shnilar qochib ketadi. Qandaydir tarzda uy narxlari esa oshadi. 3000 metrda inson tegmagan ulkan kristal gorni topasiz. Jonli efir uchun pul ola boshlaysiz. Neft sotuvlari chiqadi. 10000 metrda harorat 350 dan oshadi. Elektronika kuyib ketadi. Siz sovutish tizimlari va olmos bilan mustahkamlangan qazish kallaklarini o'rnatasiz. Narxi millionlab dollar. Siz esa bunga parvo ham qilmaysiz. 30000 metrda mantiyaga yetib borasiz. Hukumatlar sizga to'xtash haqida xatlar yuboradi. Siz ularni ramkaga solib qo'yasiz. 2.9 million metrda sensorlar suyuq temirni aniqlaydi. Siz yer yadrosini qazib olish huquqini xuddi dengiz bo'yidagi uy sotayotgandek e'lon qilasiz. Oxirgi chuqurlik 6.3 million metr. Ichki yadro. Gravitatsiya har tomonga teng. Siz havoda suzib yuribsiz. Sayyoraning markazida qamalib qolgansiz. Siz yer yuzidagi eng boy odamsiz. Va endi u yerdan chiqib keta olmaysiz.